Qozog'istonga borsangiz, sizlarda shu polvon zo'ra deydi, biz g'ururlanamiz. Hamma viloyatda o'zining zo'r polvoni bor-da. O'ziga ko'ringan salkam 70 yoshni qarshilayotgan O'rta Osiyo Ko'pkari qiroli Qudratxo'ja akamiz barcha polvonlarimizni faxrli ustozi sanadi. Ko'pkarning ashaddiy muxlislari bor Abdulla aka. Gohi futbolning ham kelar alami, sog' bo'ling Ko'pkarining chin muxlislari. Ikkita guruhga polvon urushib qoldi, janjallashib qoldi. To'yda egasi to'yni to'xtating deydi, bo'lsa to'yni to'xtating deydi. Sportmi yoki boylarning obro' tanlash joyimi yoki xalqni birlashtirish o'yinimi? Boylar bir-birini ko'z qilish degan narsa Sizga nisbatan bosim o'tkazish holatlari bo'ladimi? polvonlar kamda. Maydondagi sudya bilan birgalikda qaror chiqarib tushmagan degan ko'rsatmani bersak, sizlar boylardagini hisob qilasizlar, biznikini hisob qilmaysizlar degan gaplar ham ko'p bo'lgan, negativ ko'p. Duolarga, masjidlarda duo beradi-ku xalqimizga. O'g'il bersin menga ham, shularning orqasidan to'y qilib beraman deydiganlar bo'ladi. Aka deydi, ha, qurab olay, duo qiling deydi. Yana taskeladagi Ko'pkari faqat erkaklarda, qizlar yo'q. Kelib turib Abdulla aka deydi, ha desa, qiz topib bering deydi. Kayfiyat beradi, uylanib ketay deydi shu yerdan deydi, qiz topib bering deydi. Anam duo qilgan, onam rahmatli aytardi, bolam yaxshi kunlar bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Sen boy bo'lasan bolam deb ko'p aytardi. Onani duosi undan o'tadi deb. Foydali ekanmiz, chiqamiz, kichkinason. Rais bor deb aytdi deydi. Nega men rais bor deb dada deydi. To'yga aytgandan keyin sizni deydi, to'yimizga aytmaguncha bilmasdik. Abdulla $1000 yo $2000 yo $3000 pul berasan deb aytadi deb gapiradi. Xizmat qilib berayotgan bo'lsam, bironta to'yimda menga shuncha pul berasan deb aytmagan. Lekin o'qituvchi haqda ziyoli toifa vakili sanaladi. Shunda ko'rdim o'qituvchini, o'zim hozir xafa bo'ldim. O'qituvchi odam juda ko'p mehmon kelgan, ichib olgan emas. Oqtosh maydoni birinchi navbatda respublika bo'yicha markaz. Boy-bobomizni xizmati juda ham katta, umr uzoq bo'lsin. Yonlarida yurib, mana Uloqtir Ro'janshiga xizmatga kelgan mana butun o'g'illari Alisher polvon qattiq mehnat qilib kelyapti. Bu insonlarning xizmati juda ham katta. O'rta Osiyoda. O'rta Osiyo bo'yicha. O'tgan yili asr ko'pkarisi bo'ldi. Asr ko'pkarisida boy-bobomiz umr uzoq bo'lsin, yubileylarni, nevaralarini, to'ylari bilan xizmat qildik. Shu yerda qozog'istonlik mehmonlarning gapini eshitdim-da. Bir uy odam, "Ey" dedi, "og'aynilar" dedi. Qozoqchalar aytayapti-da. Sizlar deyapti, shunday boyboday odam bilan deyapti, ko'pkarichilar deyapti, bir zamonda deyapti, yashaganlaringga deydi, Allohga shukr qilinglar deydi. O'rta Osiyoda yo'q deyapti. Bizda Qozog'istonda yig'ilsak, Qirg'izistonda, Tojikiston yig'ilsa ham deyapti, boyboday to'y, boyboday o fayzi ko'pkari qilish qiyin narsa deyapti. Polvonlarda ham rizqi mana shu o'tib ortidan aka. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, Uloq Ko'pkarning ashaddiy muxlislari. Oddiylikdan mashhurlikkacha deya nom olgan podkastimizning birinchi soni boshlandi va nihoyat va bizning birinchi mehmonimiz O'rta Osiyo Ko'pkar suxandoni deya tan olingan, ko'plab polvonlarga, otvozlarga kuch energiya beradigan Abdulla Alibekov. Uning ovozi Ko'pkari maydonlarida minglab insonlarni birlashtirib, bahsga yanada jo'shqinlik beradi. Lekin har bir kuchli insonning ortida katta hayotiy yo'l, sinovlar va saboqlar bo'ladi. Bugun podkastimizda barchasi haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Abdulla aka, xush kelibsiz. Va nihoyat endi bugun siz bilan ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldik. Hozir bilan tanishib bo'lgansiz, lekin bugun biz birinchi marta tanishib turibmiz. Nasib bo'lsa, mana shu suhbatimiz birinchi soni siz bilan boshlandi. Ham bizga, ham tomoshabinlarimizga manfaatli bo'ladigan bittamiz. Kayfiyatlar qanaqa? A'lo kayfiyatlar. Avvalambor hammalaringizga sog' salomatlik tilaymiz. Kirib kelayotgan Navro'z bayrami, yangilanish, yasharish bahor fasli bilan qolaversa, ulug' Ramazon oyi bilan barchalarni tabriklayman. Sizlarga sog' salomatlik tilayman. Yaqin yurtimiz tinch bo'lsin. Har doim tinchlik, osoyishtalik oilalarda hukm sursin. Bugun siz bilan ajoyib suhbatning guvohi bo'lamiz va mazza qilib suhbatlashamiz degan niyatlarimiz bor. Mana Sunnat akamiz boshlaydi. Sizga ajoyib savollar tayyorlab qo'yganmiz. Baholi qudrat, biz savollarimizni beramiz, siz javoblaringizni berasiz. Ham sizni soqingiz, sizni mashhur qilgan Ko'pkari haqida gaplashamiz, ham o'zingizni shaxsiy fazilatlaringiz, oilangiz haqida imkoniyat boricha, siz xohlaganingizcha suhbatlashamiz. Demak, birinchi savolimizni beramiz. Tayyorsiz? Tayyorman. Demak, bizdagi birinchi savol, Abdulla aka, Ko'pkari maydonida hamma narsa halol o'tadi deb o'ylaysizmi yoki ba'zan adolat bo'lmagan holatlar ham uchraydimi? Ko'pkari maydondagi atmosferaga qarab to'liq halol o'tadi yoki to'liq adolatli o'tadi deb
o'zimizga ishonch bilan gapira olishimiz qiyin. Chunki maydonda uloq shunaqangi azobli o'yin. Uloqda xato kamchiliklari ham bor, shunga yarasha u yerda nohaqliklar ham ko'p. Tan Ko'p olishimiz turadi. kerak. Ha, ko'p. Bo'ladida, shunday. Siz ko'rgan ko'pkarilarda eng katta janjal qaysi birida bo'lgan? Yoki hammasida janjalli voqealar bo'ladi? Yo'q, janjalli voqealar ko'p bo'lmagan. Bo'ladi endi. Uloq shunaqangi sport o'yiniki, unda faqat erkaklar, haqiqiy mard jasur yigitlar ishtirok etadi. G'ururli, orli yigitlar ishtirok etadigan sport musobaqasi. Otuvozlar ham, polvonlar ham, muxlislar ham o'ziga yarasha bir o'zlarida bir yigitlik, g'ururi, ori bor yigitlar. Shuning uchun ozgina bir nohaqliklar yoki bir azalgi o'yin bo'lganligi uchun tortishmovchi holatlar uchrab turadi uloqlarda. Lekin biz uloq jarayonida shuni bartaraf etishga harakat qilamiz. Imkoniyat darajasida bartaraf etganmiz. O'ylaymiz, mana shu yilda xalqda uloqlar chiroyli bo'lishini xohlaymiz. Hech kimni to'yida urush janjal bo'lmasin. Yana endi urush janjal degan narsa o'sha termin xatoroq bo'lib qolyapti. Mana shu uloqlarda urush janjal bo'lmadi degan narsa sababi biz qonun ustuvor jinoyatga jazo muqarrar davlatda yashaymiz. Bizda ulog'imizda biz masalan o'sha yerda uloqda boshqarib tursak, ommaviy tadbirda tartibga turadigan davlat organlari, ichki ishlar xodimlari, milliy gvardiya xodimlari, tashkilotchilar bor, qolaversa, sudyalar, hakamlar bor, federatsiya rahbariyatidan federatsiya a'zolari bor. Polvonlarimiz ancha mana muxlislarimiz ham, shu tomoshabinlarimiz ham, otuvozlarimiz ham hammalari mana shu ancha uloqda O'zbekistonda rivojlanganligi oshib borgan sari shu uloqda o'tirgan jamoamizni ham ancha ongi rivojlanib, xalqqa manzur uloq musobaqalari bo'lib turyapti. Hozirgi kungacha Xudo xohlasa bardavom bo'lsin. Albatta. Va bizning navbatdagi savol, ko'pkari ba'zan juda keskin bo'ladi. Sizningcha eng kuchli chavandozlar qaysi hududdan, qaysi viloyatdan chiqadi? Endi aynan shu viloyatdan degan narsa noto'g'ri. Biz hammamiz inshaalloh bir O'zbekistonda bir yurtni farzandlarimiz, biz albatta bu zo'r polvon chiqsa g'ururlanamiz. Bir polvon butun o'zini, yurtini, elini, vatanini, sha'nini himoya qilib, orini himoya qilib, butun dunyoga tanitadi. O'zbekistonda qancha zo'r polvonlarimiz bor. Qozog'istonga borsangiz, sizlarda shu polvon zo'ra deydi, biz g'ururlanamiz. Qirg'izistonga boramiz, shu polvon zo'ra deydi, biz g'ururlanamiz. Tojikistonga borsa ham shunday. Endi aynan shu viloyatda shu polvon zo'r degan narsa yo'q. Masalan, Toshkent viloyatida ham bor. Namangan, Andijon, Farg'ona, Sirdaryo viloyatida, Jizzax viloyatida, Samarqand viloyati, Qashqadaryo, Surxondaryo, Navoiy, Sirdaryo viloyati, Buxoro viloyatida, asosan mana shu viloyatlarimizda polvonlar hamma viloyatdan o'zining zo'r polvoni bor-da. Ko'zga ko'ringan, masalan, shu uloqda Buxorodan desa shu polvon, Namanganda desa shu polvon, Surxondaryoda shu polvon, Samarqanddan shu polvon degan. Demak, mana bu viloyatdan yoki mana bu tumandan, mana bu shahardan chiqqan polvonlar ko'proq degan javobni sizdan ololmaymiz. Chunki vodiy masalan san'atda kuchli deyishadi. Surxondaryo, Qashqadaryolarni polvonlarni yurti deyishadi. Har bir viloyatga o'ziga yarasha ta'riflari bor, lekin sizning fikrlaringizda deyarli O'zbekistonimizning hamma viloyatlaridan polvonlarimiz bor va ularning hammasi vatanni obro'si uchun, yurtni mana shu sohadagi rivojiga, tanilishiga hissa qo'shadigan polvonlardan demoqchisiz. Keling, savolni o'zgartiramiz. O'zbekistonni tanitayotgan polvonlar top 5 taligi siz uchun. Ana, qiynaydigan savolda. Qiynaydigan savol. O'zbekiston tanitayotgan top 5 taligi. Vodiydan Karim polvon, Andijon, Namangan, Farg'ona, Vodiy ko'pkari qiroli deb biz ta'rif beramiz uloqlardan. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonlarga o'zimiz O'zbekistonda uloqlarda ham ko'p uloqlar daxillarga hisoblangan. Birinchi shu tomondan beraylik. Bir boshdan Karim polvon. Ikkinchi Toshkent viloyatida Mirsodiq polvon. Zo'r haqiqatdan. Sirdaryo viloyatida Bobur Shoqqulov. Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistonga borib zo'r hisob bergan polvonlarimiz.
Jizzax viloyatida Ruslan polvon. Polvonlikda O'zbekistonda zo'r polvon degan polvonimiz Ruslan. Samarqandda Ixtiyor polvon, Tayson polvon laqabli ukamiz zo'r polvon. Lekin O'zbekistonda polvonlik polvonlarni mana shu polvon degan nomga munosib bo'lgan polvonlarimizni ichida barchasidan birinchi o'rinda turadigan bizni O'zbekistonda chavandozlarini ustozi bor. Salkam 70 yoshni qarshilayotgan O'rta Osiyo ko'pkari qiroli Qudratxo'ja akamiz bizni barcha polvonlarimizni faxrli ustozi sanaladi. Sog' bo'lsin. Va biz qadrli do'stlar hozir Jizzaxdamiz. Har kim o'zinikini ko'rsatadi va bizda yaxshi polvonlardan bezot polvon ham bor. Bor, shunday. Endi biz ko'p polvonlarni Ozodbekni sahifalarida ko'rib, eshitib boramiz. Ular orasida ko'zimiz tushganlari, qulog'imizga chalinganlari bor. Lekin shu sohaning ichida sizni ovozingizdan ismlari ko'p bor jaranglaydigan polvonlarimizni hozir yana bir karra eshitdik. Hammalari sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Endi futbol sharhlovchisi bor, bilasiz. Endi futbolni, sportni mana shu sohasini sharhlab, millionlar insonlar tomosha qilishadi, millionlar o'yinni deyishadi futbolni. Futbol sharhlovchilari va ko'pkari boshlovchilari o'rtasida farq qanday? Endi futbol sharhlovchilari bilan ko'pkari boshlovchilar o'rtasida futbol endi masalan futbolga bo'lgan e'tibor butun dunyo, butun jahon futbolga muxlislik qiladi. Farqi bor albatta uloq bilan. Futbolda masalan bir stadion, bir yopiq hududda tadbir boshlanishida masalan butun bir rasmiy kanallar orqali televideniyalarga uzatilib, bu sport jahon sportida futbol. Lekin bizning uloq ko'pkarimiz O'zbekistonda bugungi kunda muxlislar soni bo'yicha futboldan ko'proq. Ha. Sizni bitta she'ringiz borki, sizni mashhur qilgan va siz mashhur qilgan bitta she'r bor. O'sha she'rda aytgansiz, goh futbolning ham kelar alami degan joylar borda, sunnatdagi o'sha she'rni eshitsak nima deysiz? Zo'r boshlanishiga. Mayli. Muxlislaringiz uchun, sizni muxlislaringiz ko'p. Ko'pkarni ashaddiy muxlislari bor Abdulla aka. Mana shu ko'pkarni ashaddiy muxlislari uchun Abdulla akamni maxsus eshitasizlar. Qirlarni to'ldirib turar qadami. Qorni qori demaydi chin muxlislari, gohi futbolning ham kelar alami. Sog' bo'ling ko'pkarining chin muxlislari. Orangizda Xizr buvamlar yurar. Ijobatga yetar duolar yurar. Sovqotsa bir-birin quchoqlab turar. Bor bo'ling ko'pkarining chin muxlislari. O'ylamang Abdulla qaramas bizga. Tashakkur aytaman muxlislar sizga. Siz borsiz ko'pkarilar bo'ladi bizga. Bor bo'ling ko'pkarining chin muxlislari. Qor yog'ar yomg'irlar ayamaydi hech. Chin muxlis ko'pkarini tashlamaydi hech. Ko'rib zavqlanishdan bo'shamaydi hech. Bor bo'ling ko'pkarining chin muxlislari. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sunnatga bitta narsani guvohi bo'ldimda. Zomin Dog'tosh maydonida ko'pkari bo'ldi 17-18 noyabrda. Bitta narsani bildim, sovuq havo, lekin o'sha birinchi qator lyuks joyimiz bor-ku, birinchi qatorda o'tirish uchun muxlislar soat 3 dan kelgan. Gap bo'lishi mumkin emas ko'pkarni muxlislariga biz boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilib xizmat qilamiz. Mana shu uloq sport musobaqamizni mana shu O'zbekistonda, bizning vatanimizda bo'lgani kabi muxlis boshqa davlatda yo'q. Men Tojikistonga ham borganman, Qirg'izistonga ham borganman, Qozog'istonga ham borganman. Bizda 100 minglab, 150 minglab muxlis yig'iladi. Mana shu futbol jahon chempionatlarida futbollarga, stadionlarga sig'dira oladigan 150 boring 160 ming muxlis sig'diradigan stadion menimcha dunyoda balkim bordir, balkim yo'qdir. 60, 55, 60, 70 ming, 80 ming tomoshabin qabul qiladi. Lekin bizni zo'r asr ko'pkarlarimizda salkam 200 ming muxlis maydonga tashrif buyurgan. 100 mingdan ziyod asata ostlarda vafot etgan. Ko'pkarlar. Endi bu bizni milliy o'yinimizda ota-bobomiz azaldan chopib kelgan ko'pkari musobaqamizni. Ko'pkarini tarixi bor, buguni bor. Uni ertasi ham nasib qilsa juda kuchli bo'ladi. Nafaqat O'zbekistonda, Markaziy Osiyo, O'rta Osiyo xalqlari orasida, balki tobora qiziqish ortib
butun dunyoga mashhur sport turiga aylanadi va bu sportlarning orasida o'zbek ko'pkarisi katta bir maktab sifatida xizmat qiladi degan bir ishonchimiz bor. Ko'pkariga hozir aytdingiz-ku, mana 150 mingga yaqin odamlar yig'iladi, to'planadi. Katta olomonni boshqarish mas'uliyati ham boshqacha bo'ladi. Shunaqa. Bu ko'pkarilarda sizni ham qanaqadir ularni tinchlantirishingizga to'g'ri kelgan voqealar bo'lganmi? Bo'lgan. Bizda elga xizmat qilayotganimga o'zimda 11 yil bo'lyapti, shu yil xudo xolasa 11-yil ketyapti ko'pkari. Musobaqalarni boshqarib berayotganimga. Shu endi o'tmishga qaytamiz-da. 5-10 yil oldingi dastlab chiqib kelayotgan davrdagi uloqlarni bir orqaga nazm solsak, shu bir ko'pkarida endi u vaqtlar ko'pkari bunchalik rivojlanmagandi. 2015-yildan keyingi bo'layotgan gaplar bor. 16-17 shu atrofda. Shu bir uloqda ikkita guruhga polvon urushib qoldi, janjallashib qoldi. Endi u vaqtlar shu tadbirlar tartibga olishda ichki ishlar xodimlari ham ko'p emas. Bitta shu uchastka nazirlari bilan bir yo'lab boshqarularni o'tkazadi. Bostirish uchun nima qilish kerak? Shu ikkitasi urushib to'yda egasi to'yni to'xtating deydi, bo'lsa to'yni to'xtating deydi. U yerda to'xtatish uchun bitta yo'l. Uloqni solimni ko'tarib olish. U vaqtlar bitta ikkita toy tuya qo'yilardi. Shu solim masalan 1 gilam 200 ming so'm bo'lsa, yo'q, bu solimimiz toy solim. Chopinglar polvonlar deb olamonda janjaldan Chiqarib ketgan. chiqarib mana shu uloqqa qarab Qiziq joylarim emas. bo'lgan. Juda ko'p bo'lgan narsa. Oxirida nima bo'lgan? Toy berilganmi? Gilam berilgan. Yo'q, toy berilgan. Toy berilgan. Demak, bizda navbatdagi savol, sizningcha hozirgi ko'pkari oldingisidan kuchliroqmi yoki avvalgisi haqiqiyroq edimi? Hozirgi ko'pkari oldingi ko'pkaridan kuchli. Sababi oldin 100 ta 150 ta ot chopgan, yana o'zini ana shu qishloq atrofidagi mahallalarda to'ylar bo'lgan bo'lsa, o'zini masalan ovullarda polvonlarimiz uloq chopgan. Keyin u davrlarda otlar bunchalik ko'p bo'lmagan. Qorabayir otlar bo'lgan, biri 65lik, biri 50lik, biri 55lik otlar bo'lgan. Yakka haydash bo'lgan u davrlarda. Taka yengil bo'lgan uloq. Yengil bo'lganda ham qanday hozirgi bilan barobardir balkim, lekin yig'ing kam bo'lgandan keyin uloqni olish sha'nisi ko'proq bo'lgan. Olgandan keyin ertaroq borib o'sha marraga borib tashlab solimni olish degan narsalar endi bugungi kunda juda ham rivojlanib ketdi. 1,5 ming ot kelyapti katta uloqlarimizga. O'rtacha uloqlarimizga 400-500 ot bo'lyapti. Oldingi uloqlarda bir videolarni ko'rsak, ana shu chorniy svet videolarni ko'rganman. 50 ta, 40 ta ot bo'lgan. Borib almashib o'zlari olib ketgan joylari ko'p bo'lgan. Yakka bo'lgan edingiz-ku, hozir guruh bo'lib harakat qiladi. Hozir endi bu narsani tan olishimiz kerak. Hozir endi yakka chopish yo'q. Guruh bir polvon enkayadi, bir polvon aylantiradi, bir polvon bosadi yoki o'zi aylantirib o'zi ko'targizib bosish degan narsalar. Guruhda nechta odam bo'ladi? 3 ta, 5 ta? Kamida 3 ta. 10-15 tagacha ham bor. Endi haqiqatni gapirishimiz kerak-ku, to'g'rimi? Va navbatda sizni qiynaydigan savollarimizdan biri bor. Haqiqatni gapirishimiz kerak deganingizga haqiqiy javob kutamiz shu savolga. Maydonda ko'p boy odamlar sovrin qo'yadi. Sizningcha ko'pkari sportmi yoki boylarning obro' tanlash joyimi yoki xalqni birlashtirish o'yinimi? Ko'proq milliy o'yin. U boylar bir-birini ko'z qilish degan narsa ayrim otvozlar balkim shu fikrdadir, lekin men shaxsan o'zim men bilgan o'zini oldindan shu O'zbekistonda uloqga rivoj qo'shib kelayotgan, O'zbekistonda uloq rivojlanib mana shu darajaga yetishga xizmat qilayotgan insonlar bu narsadan juda yiroq. Xalqni birlashtiradigan milliy sport turi uloq. Niyati xolis, polvonlarning mehnatiga yarasha qo'yiladigan sovrinlar bor. Bu o'sha boylarimizning xotamtoyligidan, qolaversa mana shu sohaga bo'lgan muhabbatidan, to'g'rimi? Har bir polvon, boya aytdingiz, O'zbekistonda deylik ko'pkari bo'lsa, Tojikistondan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan kelishi mumkin yoki viloyatlarimizdan, to'g'rimi? Qaysidir viloyatda, tumanda bo'ladi.
har bir polvon o'zi uchun obro' talashadi, o'zini sha'ni, o'zini g'ururi uchun va u polvonlarni qo'llab-quvvatlashga muxlislari keladi, muridlari keladi haqiqiy. Ular ham polvonlarning yonini olgisi keladi. Shunaqa vaziyatlarda Ko'pkari maydonida sizga nisbatan bosim o'tkazish holatlari bo'ladimi? Bo'lgan. Anaqa yana bizda polvon masalan mard polvonlar kamda. Mard polvonlar kam. Masalan marraga 1 metr, 1,5 metr yetkazmay tashlab qo'ygan bo'lsa qalindaki biz uni kameralarda, dronda, video syomkasida ko'rib turamizki, ekranda ko'rib turadi. Tushmaganini maydondagi sudya bilan birgalikda qaror chiqarib tushmagan degan ko'rsatmani bersak, sizlar boylarnikini hisob qilasizlar, biznikini hisob qilmaysizlar degan gaplar ham ko'p bo'lgan, negativ ko'p. Endi qaysi soha rivojlanib borsa shu sohaga nisbatan negativlar ham rivojlanib boraverar ekan. Bundan biz hech qachon xafa emasmiz. Lekin imkoniyat darajasidan yuqoriroq bu o'zimizga mana shu avvalo ertalab uloqqa ketayotgan holatda ertalab tursam men Allohdan bitta narsani so'rayman, faqat uloq halol bo'lsin, tinch o'tsin deb so'rayman. Ey Allohim, mana shu bugungi uloqda fayzini ber. Ana shu to'y qilayotgan odam niyati xolis bo'lib, elga osh berib to'y berishmi niyati? Mana shu narsani Alloh yuzaga chiqarib ber, xalqqa ko'rsatib ber deb o'zim so'rayman-da. Mana shu joylarda ko'p bosimlar bo'lgan, lekin biz bu bosimdan o'zimiz orqaga tortmaganmiz. Chunki uloq uchun, el uchun, xalq uchun mana shu uloqni milliy o'yinimiz uloq rivojlanishi uchun xizmat qilishga bel bog'laganmiz. Biz bitta ikkita gap uchun qo'rqib yoki o'zimizni orqaga olgan odam emasmiz. Haqiqat uchun kurashganmiz. Ko'zimiz bilan ko'rib tursakkina. Endi bu yerda biz ishimiz juda qiyin. Buni bizni sohani tushungan odamlar biladi. Bir tomondan video kameralarda kim ketyapti uloqda, kimda tushyapti, buni aytib tursak, bir tomondan solimlar keladi. Marrani aytishimiz kerak. Undan oldin kim potvoz tashlagan ot egasi bilan polvonni aytishimiz kerak. Ya bir kishi to'y egasi keladi, palon solimni qo'shing, unday film deydi. Biz anglolmay qolgan holatlar ham ko'p bo'ladi. Video syomkada masalan chiqadi, ko'rmadilaring, birovga sal qamchilib yuborsa, bir narsa qilsa, ko'rmading, sen indamading degan gaplar ham ko'p bo'lib turmasmi? Lekin ko'zimiz bilan ko'rsak, aqlimiz yetadi. Mana shu narsani xato qilyapsiz deyishga. Chunki halollikda gap katta. Charchitadigan, asabiylashtiradigan, boyaginday bosim bo'ladigan vaziyatlarda odam baribir ozgina bo'lsa ham kayfiyati o'zgaradi. Shunaqa. Sizni kayfiyatingiz butun bir Ko'pkariga ham ta'sir qilishi mumkin. Uni sezdirmaslikka harakat qilasiz, 2 karra bosim bo'ladi. Lekin mana shu har qanday bahsli jarayonlarda ham nechadir soatlar davom etadigan, nechadir kunlar davom etadigan Ko'pkarilarda ham vaziyat nima bo'lsa bo'lsin, sizga nisbatan qanaqa bosim bo'lsa bo'lsin, lekin sizni ruhlantirib turadigan, sizga kuch berib turadigan qanaqadir gaplar ham bo'ladimi yoki daldami? Kimlar tomonidan qanaqa gaplar? Nimadan kuch olasiz Ko'pkari vaqtida, asabiylashib turgan vaqtingizda? Asabiylashib turgan vaqtimda sodiq muxlislardan birinchi o'rinda telefonimga ko'p qarayman, uloqda qarab turaman. Ukam, o'zimning ukam bor. Ukam aytib turadi, aka asabiylashmang. O'zingiz qo'lga oling. Zo'r boshqaryapsiz. Qattiqroq turing deb mana shu birinchi ukam menga xato kamchiliklarimni to'g'rilab aytib turadi. Lekin Ko'pkarida shunday sodiq muxlislar borda, shunday keladi-da, nasrin nas bo'lmaydi-ki, keladi-da, rais deydi, bitta she'r bo'lsin deydi. Ko'pkarida qiziqarli voqealardan aytib beraman. Endi siz bilan biz tadbirlarga boramiz, to'ylarga boramiz, ko'proq rasmiyroq-ku. Bir marta borib ko'rdim. Eng birinchi borgan paytim Abdulla akam aytdi, "Yur" dedi, "Sen Ko'pkariga borib aylantirib kelaman" dedi. Mashinasiga ketdik, hanyoq bordik. Duo olarkan, masjidlarda duo beradi-ku xalqimizga. Duo olarkanda ota-onani haqqiga duogarni ko'rganmiz. Ko'pchilik keladi-da, 3 ta qizim bor deydi. O'g'il bersin menga ham, shularning orqasidan to'y qilib beraman deydiganlar bo'ladi. Ota-onam umri uzoq bo'lsin deydiganlar bo'ladi. Ko'p bo'ladi. Shunaqa holat bo'lib qoldi. Bir kun Ko'pkariga borgan paytim biz taskelada aka deydi, "Ha, siz Qur'on olay duo qiling" deydi. Yana taskeladagi Ko'pkari faqat erkaklarda, qizlar yo'q. Kelib turib Abdulla aka deydi. "Ha" desa,
qiz topib bering deydi. Kayfiyat beradi doim. Uylanib ketay deydi shu yerdan deydi, qiz topib bering deydi-da. Naholisi. Ularni ham xafa qilmaslikka harakat qilamiz. Endi duo eldiki bizniki emas. Biz sababchi ovoz kuchaytirishda apparatda bir xalqqa eshittirgizib, mana shu yaxshi niyat bilan duo qilingizlar, mana shu bemorlar bor qancha shifo topgan, elni duosidan. Mana shu befarzand insonlar bor. Men o'zim bilaman 23 yil farzand bo'lmagan inson Allohdan duo olib farzand qilib Allohga gar qilib bergan, Allohga o'zi xizmat qilganman. Mana shu narsani bor. Ko'pni duosi ijobat deydi-ku. Ha, shunaqa ko'pni duosi ko'p ijobat. Bo'ydoqlar endi duo olishga kelaverasiz. Uylanmoqchi bo'lsalaringiz Abdulla akaga chirishaverasizlar bor. Ya unaqa emas. Boya aytdingiz-ku, o'sha asabiy bo'lib turgan vaqtimda ukam esiga so'zadi. Dalda bo'ladi, kayfiyatingizni yaxshi tomonga o'zgarishiga sababchi bo'ladi. Muxlislarni sizga bo'lgan munosabati. Keling, endi sekin sizni mana shu darajaga yetishingizda eng birinchi sabablar vujudingizni me'mori bo'lgan ota-ona aslida. Siz hayotingizda ota-onangizdan olgan eng katta sababingiz. Men endi otamdan saboq ololmaganman, otam erta o'tib ketganligini. 6 yoshimda kun rahmatli o'tib ketgan. Undan keyin shu hayot qiyinchiliklari shu bilan katta bo'lganmiz. Onam rahmatli bizni shu yerga qo'shgan. Ularning oxiratlari obod bo'lsin. Hozir sizni o'ylantiradigan savollarimiz bor. Ota-onangiz bugun yoningizda bo'lmasa ham ularni eng ko'p qaysi payt sog'inasiz? Har kun sog'inaman. Onamni har kun asosan endi onam rahmatli Coviddan ketib qoldi. Doktor Coviddan ketib qolish har kuniga eslayman onamni. Shu har kuniga. Qiyin, otasizlik, onasizlik juda ham qiyin. Va bizda navbatdagi savol, agar bugun va hozir bir daqiqaga ota-onangiz bilan yana gaplashish imkoniyati berilsa, ularga birinchi nima degan bo'lardingiz? Yaxshi bo'lishimni aytardim. Xizmat qila olmadim sizlarga derdim. Oilada nechta farzand bo'lgansizlar Abdulla aka? 3 ta. Siz kattasizmi? Ya opam bor, men ukam. Lekin savollarda boya o'qib chiqib ko'rdim, bildim shunday. Ungacha o'ylamagandim, to'g'risi. Odam ko'chada yurishidan, xuddi nima deydi, tol-talqon qilishidan, salobati, haybati bo'lishidan, orqasida bilan suyab turgan ota-onasi bor. Shularni duosidan deb o'ylaysiz. Lekin Onam duo qilgan, onam rahmatli aytardi, bolam yaxshi kunlar bo'ladi. Seni harakat qil. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen boy bo'lasan bolam deb ko'p aytardi. otani duosi ko'kka yetadi, onani duosi undan o'tadi deydi. Ota-onani duosini olishga ulgurgan farzandlar aslida rostdan hayotida ota-onadan keyin ham kam bo'lmagan. Ularni duosi o'tgandan keyin ham qo'llab-quvvatlab turadi, lekin ota-onangizni shaxsan tanimagan bo'lsam ham, lekin hozir sizni ukangizni sizga bo'lgan munosabatidan, ukangizni gaplaridan sizni munosabatingizdan juda yaxshi insonlarning farzandi bo'lgansizlar. Har bitta odam o'zini ota-onasi bilan faxrlanadi aslida. Shunday. Va ular o'zlaridan yaxshi farzandlar qoldirishgan, bir-biriga mehrli, muhabbatli, ana shu ota-onadan qolgan meros davomli bo'lsin. Sizni farzandlaringizga ham, jigarlaringiz farzandlariga ham
xuddi shunday katta kuchi bilan ko'chishini va hamma aka uka opa singillarimiz bir biriga mana shunday oqibatli bo'lishini juda ham xohlaymiz. Avvalambor bu eslash bu qiyin insonga judayam bu boshqacha dard. Buni hech balki biz his qila olmasligimiz mumkin. Buni faqat ota-onasi dunyodan o'tganlar bilishadi. Har doim biz borlariga shukr deymiz. O'tganlarimizni Alloh o'zining rahmati bilan, jannati bilan siylasin. Davom etamiz. Ota onasi o'tgan yoshlarga, ukalaringizga, singillaringizga nima deysiz? Qanday maslahatlar berasiz? Avvalo hech kimni ota-onasi erta o'tmas. Endi bu hayot, bu tarix. Hammamiz Allohni kunimiz. Kimdir erta, kimdir kech. O'tganlarga faqat Allohdan so'rab, harakat qilib mehnatlanishni maslahat beraman. Faqat mehnat qilish kerak. Bu hayotni achchiq sinovlariga, azoblarida chaqirish kerak emas. Toblanish kerak, kuchli bo'lish kerak, bundan kuch olish kerak. Mana shu men otam va onam bizni tashlab ketdi deb sinib qolish kerak emas. Kuchli bo'lish kerak. Allohdan so'rash kerak. Tuni kun Alloh yetkazadi. Abdulla aka, farzandlaringiz nechta? 3 ta farzandim bor. O'g'il, qiz. 2 o'g'il, 1 qiz. Baxti butun odam ekansiz. Chunki kimga qiz armon, kimga o'g'il orzu, sizga Alloh taolo hammasini bergan ekan. Farzand shirin deydi aslida. Farzandlaringiz haqida ham ozgina suhbat bersak. Keling, ana shu shirin mavzu boshlangan ekan, bir shirin choylar ichib suhbatimizni davom ettirsak. Marhamat. Marhamat. Inson salomatligi uchun foydali bo'lgan zafaron choylar. Endi ichib ko'rib bo'lamiz-da, qani foydasini. Foydali lekin biz ichganmiz, kichkinasi. Javohirjon, rahmat. Demak, qadrli do'stlar, davom etamiz. Farzandlar haqida suhbatlashdik. Bekorga aytishmagan, o'g'ildek ne'matni berganda Xudo davlatni boshingizdan sochib qo'yar ekan. Qizaloqni bandaga aylasa ravo, jannat eshiklarini ochib qo'yar ekan deydi. Bugun Abdulla akamiz tashrif buyurgan, ularni yaqinda farzandli bo'lgan o'g'il farzand ularga to'y qilib berdi. Xalqimizda shunday bir naql bor sunnatiga, agar eldan olib elga bermasang, shu elni bolasi emassan deyishadi. Abdulla akamiz yosh bo'lishiga qaramasdan 3 marta xalqimizga katta to'y qilib bergan. Ko'plab guvoh eng mazza qilgan joyim Ko'pkarida nima bo'ldi? Ko'plab insonlar unutmagan polvonlarni, otvozlarni va bir nechtalab kam ta'minlangan insonlarga sigirlar, ehsonlar qildi. Adashmasam, hali farzandli bo'lganingizda Ko'pkari tushunasiz. Siz odat shunday adashmasam, ha? Yaqindagi 3-Ko'pkaridan bizga ham xabarimiz bo'ldi, Samarqandda bo'ldi. Farzandlarga adab Ko'pkari berishni gashti boshqacha bo'lsa kerak. Mana farzandlarni har birini bo'lak yaxshi ko'radi odam. Biridan a'lo yoki ko'proq yaxshi ko'rmaydi menimcha. O'ziga yarasha hammasiga muhabbati bo'ladi. 3 ta farzandingiz bor va ana shu 3 ta farzandlaringiz sizni qanday fazilatlar bilan eslab qolishini xohlaysiz? Mani dadam jumlasini o'zingiz chiroyli davom ettirishingiz mumkin. Endi 3 ta farzandim bor. 2 o'g'lim, 1 qizim. O'rtanchasi qizim. Kichkinamiz hali 8 oylik. Kichkina. Qizim bilan o'g'lim 6 yosh. Qizim 4 yosh. Faqat shu yaxshi nom bilan eslashni xohlayman. Shu o'g'lim ba'zida g'ururlanib keladi. Dada dedi, desam Muhammad Ali, katta o'g'limning ismi. Bog'chaga boradi. Meni bog'chada dedi, bog'chamizni dedi, egasi dedi. Rais bova deb aytdi dedi. Keyin nega meni rais bova deb dada dedi. Keyin ona bobongdan so'rab borib dedim, o'sha bog'chaning egasini so'ra dedim. Keyin bir kun so'rabdi. Men nega siz rais bova deysiz? Desa, "Sen dadang shu xalqni boshqaradi, bizada rais bovamiz bo'ladi" dedi. Keyin dada siz rais bovamisiz? Siz xalqni boshqarar ekansiz deb bir g'ururlanib qolib jo'ralariga ham men dedim rais bova deb gapirar ekanda. Endi Abdulla aka, nechta farzandingiz bo'lishini xohlaysiz? Ko'p. Nechta? Nechta soni? Bir marta suhbatlashib ketdik vodiyga.
biriga yur dedi, suhbatlashib Ko'pkariga borib kelamiz deydi. Yo'lda aytdi-da, nechta edi soni? 10tadan kam emas. 10tadan kam emas. Demak, hali ko'p yillar to'y berasiz xalqimizga. O'g'illaringizdan biri dada siz qiladigan ishni davom ettiraman deganda ularga ruxsat bergan bo'larmidingiz? Berardim, ruxsat berardim. Chavandoz bo'laman desangiz. Berardim, ruxsat berardim. Chavandoz. Endi chavandozlarda or g'urur degan narsa birinchi o'rinda bo'ladi. Polvonlarda. O'g'lim polvon bo'laman desa, yaxshi polvonga shogird tushirib, qiziqishga qarab yo'naltirgan bo'lardim, ma'qullagan bo'lardim, qo'llab qo'ymayman. Buni gashti boshqacha. Ha, shunday. Navbatdagi savolga o'tamiz. Agar siz yosh Abdulla bilan ko'rishib qolsangiz, unga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Savolni qizig'i. Sizlar savol olib bermaykansizlar-da. Qizig'i qolmaydi deb berib qo'ysak aka. Aytdim, bu savollarni ko'rsam men yo'q aka bo'lmaydi, tabiiy chiqish kerak dedi-da. Nima degan bo'lardi buni? Yosh Abdulla bilan ko'rishib qolganimda aytardim. Xato qilgan narsalarimda xato qilmasligini aytardim. Men yoshlik qilib shu yo'llarda xato qildim, sen shunda xato qilma degan bo'lar. Menda uloqda o'zimning taktikam bor. Hayotda boshqa odamman. Muxlislar ko'p negativ o'ylagan yomon odam emasman. Yomonligim yo'q o'ziga. Lekin uloqda juda qattiq qo'lman. Bor ko'rgansizlar bilasiz. Chunki uloq yaxshi o'tish uchun vaziyatdan kelib chiqib taktika tanlayman men. O'sha vaziyatda kelib chiqib, o'sha vaziyatga qanday baho bersam, qanday bo'ladi degan yondoshi bilan qarab, o'zimga qaror chiqaraman. Xato qilma derdim. Men shu yo'llarda xato qildim, shu joylarda xato qildim. O'zingga yaqin yurgan odamni hammasini do'st bilma deganlar. Dolzarb mavzu. Aytadi-ku, barchasi yaltiroq, barchasi soxta. Bir yoni baxt bo'lsa, biri g'amxona. Soxta tabassumlar jondan o'tdi-ku, haqiqat izlashdan charchadim ona. Hayotimizda ko'plar yaxshi inson bo'lib uchraydi, lekin yomonlar ham ko'p. Va men nima demoqchi bo'lardim, o'zimizning sohamizga qaytamiz. Abdulla akam bitta ukasi bor. Kecha yaqinda tug'ilgan kuni ham bo'lgan. Ko'p ma'lumot bilaman. Juda kamtar, sokin. Abdulla akam ko'p urishadi, qattiq gapiradi. Xuddi ota o'rnida otada qattiq gapiradi. Lekin shunaqa turadi-da, aka ishoning hech kim turmas edi. Men misol uchun men o'zim unaqa xarakter ko'tarmasam kerak. Aka xo'p bo'ladi, aka xo'p bo'ladi deb turadi. Endi akalarimiz ukalarga yaxshi ko'rishni ayta olmaydi. Akam Abdulla akam bitta ukasi bor, Fayzulla. Hozir mana shu xalqimizni, muxlislarimiz oldida ukangizga yaxshi ko'rishingizni aytib qo'ysangiz va siz yaxshi ko'rishingizni aytganingizdan so'ng Sunnat akamdan bitta ukalar haqida she'r eshitsak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Ukam doim aytib kelaman, oilamda ham aytganman, meni bor narsam ukamlik. Seni yaxshi ko'raman ukam. Sen meni otamdan, onamdan qolgan yodgorimsan. Doim men uchun turib beradigan yonimdagi do'stim ukam sensan. Yaqinda farzandli bo'ldi, qizchali bo'ldi. Umri uzoq bo'lsin. Nevaramiz ham Xudo xolasa niyatlarimiz bor. O'g'il bo'lsa yana to'ylar qilamiz. Xudo xohlasa. Mening baxtim tilagan ukam degan she'ringiz bor. Mening baxtim tilagan ukam, sinsam boshim silagan ukam, bolalikdan mehrini berib birga o'yin o'ynagan ukam, dadam kabi dadamdek bo'lgan, yomon kunda yonimda turgan, yoru do'stlar eslamaganda bir kunda ming holimni so'rgan, bitta qonu bitta jon ukam. Hammadan ham mehribon ukam, jonim ukam, jonajon ukam, seni juda yaxshi ko'raman. Umr uzoq bo'lsin, aka-ukalarning mehr oqibatlariga ko'z tegmasin. Navbatdagi savollarni yo'llash. Savolga o'tishdan oldin yana bir nima deydi, rumiyligim tutib qoldi shu joyda. Juda ko'p rumiyning hikmatlarini yaxshi ko'raman, aytib yuraman, mana bular bilishadi. Kasbdoshlarimizning ichida Rumiy taxallus. Rumiy taxallusini qo'yib olishgan. Shu joyda tavsiya aytmoqchiman yoshlarga. Men juda ko'p aka-ukalarni ko'rganimda hozir nimadir natijaga erishgan, nimadir yutib erishgan aka-ukalarning ko'pchiligi 3 ta bo'ladimi, 2 ta bo'ladimi, 4 ta bo'ladimi?
hammasi dastini mushtini bitta joyga qo'ygan, bir ish qilsa va maslahat eshitgan aka ukalar juda chiroyli natijalarga yetishgan. O'zi ikki dona bo'lib turib ham lekin aka ukani aytganini qilmaydi, uka akaga quloq solmaydi. Ana shunaqa oilalarda hech qanday natija yo'q, naborot parogandalik bo'ladi. Shuning uchun ham kim akasi, kim ukasi bo'lsa, kim opa singlisi bo'lsa, har doim bir-birini to'g'ri tushunib, iloji boricha hamjihat yashashini va maslahatli ish qilishini man tavsiya qilgan bo'lardim, chunki hamma jonni jigarlar har doim bir-biriga yaxshi deydi. Shunday. Endi yana bir savol bermoqchiman. Boya siz aytdingiz, Ko'pkari maydonida mani boshqacha tanishadi, lekin o'zim boshqacha odamman dedingiz-ku. Ko'pkari maydonida deyarli juda katta foizi sizni boshqaruvingizga bog'liq. Va sizni kuchli insonni bilishadi. Aytganingizga quloq solishadi, topshiriqlaringizni bajarishadi. Lekin yolg'iz qolganida Abdulla rais o'zi qanaqa odam? Ko'pkari maydonida emas, jamoat joyida emas, bir o'zi bilan o'zi qolganda qanaqa odam? Sho'xliklari bormi? Qimirliklari bormi? Endi sho'xliklar ham men juda ham ko'p bolalik davrimda hamma bolalar o'ynab kulgan davrda o'ynab kulolmaganman. Hamma xohlagan narsasini olib yeb, olib kiyib yurgan davrda bu narsa menda bo'lmagan. Shuning uchun o'zimning xarakterim hayotda yomon odamman deb bilmayman, chunki meni yaqin atrofimdagilar hech kim meni norozi bo'lib yo bir jalbi qilmagan, meni bilgan odam birontasi. Sho'xliklar ham bo'ladi endi. Ozmas beayb parvardigor. Lekin imkoniyat darajasida harakat qilamizki, yaxshi bo'lishga. Ertaga bizdan keyin bizda yomon odam edi, yo unday odam edi, yo bizga nisbatan negativ fikrda odamlar qabul qilishni xohlamaymiz, chunki farzand o'stiryapmiz. Ukalarimiz bor, qizlarimiz, o'g'illarimiz bor, yaqin ukalarimiz bor. Hayotda sizni eng baxtli qiladigan eng oddiy narsa nima? Nimadan mazza qilasiz, rohatlanasiz? Masalan, men paypoq olsam tursam bo'laman. Siz nimadan mazza qilasiz aka? Men shu oila tinch bo'lsa. O'qiy, masalan, oddiyroqni ayting. Oila tinch bo'lsa, endi oddiyrog'i shu bir kunim Allohdan so'rayman, shu hech qanday muammo bo'lmasin bir kunim deyman-da. Tinch o'tsin. Tinch o'tsin deyman-da. Bir muammo bilan telefon qilmasin, yo birorta bir qarindoshim bir muammo bilan telefon qilmasin. Yaxshi gap bilan telefon qilsin, xolo-xol so'rab, lekin bir muammo bilan qilgandan keyin men bir xarakterim bor, ularni muammosini o'zimni muammom deb qabul qilaman-da. Kirishaman, o'sha muammoni yechishga harakat qilaman. O'zimga aytganday ozod bo'lib ko'p aytadi, o'zimga yaqin bo'lgan yaxshi akalarimiz ham aytadi, sen o'zingga yaqin odamdan emas, do'st qilaverma deydi-da. Lekin men balkim xarakterim shunday, o'zimga yaqin bo'lgan odamdan emas, do'st qilaman. Balkim bu meni kamchiligimdir. Ularning muammosini aytadigan bo'lsa, o'zimning muammom, shularning muammosi deb o'sha muammoni yechishga, bartaraf etishga harakat kirishib ketaman-da. Ular aytsa aytmasa. Bugungiz qanaqa o'tdi? Yaxshi o'tdi, zo'r o'tdi. Hech kim telefon qilib muammo aytmadi. Yo'q, endi muammo bo'ldi, ozroq baribir. Ukalarda muammolarni ozroq. Demak, navbatdagi savolga o'tamiz. Qiziqarli savol. Sunnat aka, men 2018-yil 14-noyabrda birinchi to'yga chiqqanmanda, shu payt to'y egasidan pul so'ramaganman, lekin to'y egasi 30 ming berganda. Demak, gapning ma'nosi nima? Eng boshlagan paytingizda, suxandonlikni boshlagan paytingizda qanchaga chiqqansiz va hozir qanchaga chiqasiz to'ylarga, ko'pkarilarga? O'zani nima deydi? Jamiyat tilida gonorar deyiladi. Birinchi olgan gonoraringiz qancha? Birinchi men 2015-yil oktyabr oyida Qo'shlobodda, Samarqand Qo'shlobodda Abdurasul aka degan akamiz bor. Nodir polvon o'g'li chopadi. Shu akalarni to'yi bo'ldi-da. Ko'pkari bo'ldi. Ko'pkarisiga
siz xizmat qilasiz dedi. Bundan bir 5-6 oy bir to'yda ko'rib qoldi. Men endi o'ylamadim. Aytdi qo'ydi deb qo'ydim. Bizga to'yda so'z berdi, tilak berdi. Biz jo'ra, og'ayin, qarindosh deganda bir oshna deganda so'z berdi. Biz gapirdik. Biz endi men Kamovatda ishlaganman. Kamovatda yashash harakatida ishlaganman. Keyin o'sha to'yda davrada so'z berdi, gapirdim. Keyin men to'yimda siz xizmat qilasiz dedi. Keyin ha deb qo'ydi. Keyin bir kunlar shu uloq belgilagan, to'yga aytgan, borganmiz. Men to'yni boshqarishim hayolimga kelmagan. Bu paytlar bu Telegram, Instagram kanallar rivojlanmagan. 2015-yillar unaqangi narsa yo'q, bu gruppa degan narsa yo'q. E'lonlar bir-biriga tarqalish, hozirgidek e'lon yozamiz, uloqlarda e'lonlar, unaqa narsa yo'q. Keyin shu bordi bizga shu uloqqa majburlab chiqardida. Birinchisi Birinchi, unda bir 4 ta kolonkacha o'zim bir tog'am uloq chopadi, Asad degan polvon yigit. Shu Asror aka degan akamiz bor, Qo'shrabotlik. Shu Nodir polvon uchalasi bir GCV degan nega Isuzu'ni kichirog'i bor. Usti ochiq, yon tomonlarida ham eshiklari bor edi xayolimda. Keyin shu chiqardi ustiga. Chiqardi, men uloq men boshqarmaganman uloq dedim. Men bilmayman uloqni dedim. Tadbir babur o'tkazganmiz qay. Keyin Tomoqlari ko'p qirilyapti, choy ichaylik. Tomoq qirib ketdi. Voy, reklamasi ketdi. Nima og'ir qoldiradi deylar, nima deydi? Dardingizga davo. Zafaron choylar, ming dardga davo. Ha. O'ziz ichib ko'rdingizki iftorlik paytida. Qanday holatlar bo'ldi? Zo'r. Keyin mana shu Qo'shrabotdagi to'yda xizmat qildik. O'sha to'yda o'tkazdik, yaxshi o'tkazdik. Juda ko'p inson iliq fikr bildirdi. O'sha to'yni o'zida uloq tugadi. Uloq tugagandan keyin shu maydon boyaga JCB mashinadan tushganimdan o'sha yerda o'zida ikkita to'y yana zakaz oldimda. Boshlanish, ketdi. Boshlanish, ha. Ishtixonda Qo'rli O'zbek Qo'rg'on degan joydan Nurali degan akamiz bor. Hozirgacha biz bordik keldik qilamiz. Endi 2015-yil bo'layotgan ekan. Men to'yda xizmat qilgan odamlarimda 99% bilan hozirgacha bordik keldi qilaman. Nechta to'yda xizmat qilsam, shu odamlar bilan hozirgacha yaxshi munosabat bo'lib qolganman-da. Bitta yarimtamda bo'lmagan bo'lsa, qolganlar bilan deyarli hammasidan yaxshi munosabatda bo'laman. Shu odam nomerimni oldi. Shanba kuni ekan deymanda, shu haftani shanba kuni ekan. Keyin dushanba kun biz qishloqdan Samarqandga ketamiz. Keyin ishlaymiz, bu yerda kompyuter ishlataman men, kompyuter poligrafiya. Keyin telefon bo'ldi. Men dedi, shu Nurali akangiz bilan to'y bor, ko'rishsak maylimi? Xizmat qilib berasiz. Nima qilib beraman, xizmat aka dedim. Birinchi boshda. Keyin mayli dedim, xizmat qilib beraman, muammo yo'q dedim. Narimanda telefonlashdikdagi zakaz oldim. Birinchi. Endi u to'yda birinchi to'y tekinmi? Ha, birinchi to'y endi o'zimiz shunday endi unday bergan xizmatimiz, lekin men hali o'zimni pul uchun borilmaganda u davraga. O'ylanmaganimdan, ha. Keyingi Maqsad nima bo'ladi degan narsa o'tgan. Men birinchi to'yimda necha pul bersam ketarkan bo'ldi. Keyin shu Ishtixondagi shu O'zbek Qo'rg'on degan joy shu Nurali akam to'yda u bolalar hozir inchilarda o'qiyapti, shu to'ylarda xizmat qilgan bolalarimda. Uylanadiganim bo'lib qoldi. Shu yigitlar to'yda xizmat qilgan, qancha berasiz? Qancha beray dedi. Aka necha pul berasiz dedi. Paytlar o'zim beraman, aparat aytamiz, qilamiz deyishdi. Keyin bilmasam aka dedim. Men dedim, hali dedim ikkinchi to'yga chiqishim dedim. Birinchi to'yda shunday men bilmayman bunaqa narsani, tushunmayman dedi. Keyin aytdi dedi. Men bilmasam aka dedim, nima qilasiz dedi. Siz ham ochiqni aytdingiz. Ha, men aytdim, yo'q, men aytmaganman naqshbay. Yo, o'sha ikkinchi to'yim deyman. Men nasib qilmayman aka, nima bersangiz xizmat qilib beraman deb. Keyin shu o'zini summaga $100 yetar yetmas pul aytdi. Nechinchi yil? 2015-yil. Ko'plarga chiqsak bo'lar ekan. Keyin shu $100 plus-minus atrofda narx aytildi. Men shuni katta pul ekan. O'sha vaqtda
katta bu. Chunki biz kompyuter xizmatlari markazim bor, ishlataman. Bitta listni o'sha vaqtlarda 40 so'm, 45 so'mdan chiqarib pechak qilamizda. Raspechatga chiqarib beramiz. O'sha 50 so'mga ham yetmagan kezda endi $100 pul katta pul pay. Katta pul. Shuni o'yladimda, bo'ldi dedim. Aka, siz rozimisiz dedim, roziman dedi. Shunday bo'ldi, boraman dedi. Bordimki, o'sha to'yga bordimdan 3-4 ta to'y zakaz tashladi, tushunadi. Shu bilan ketdi bu yoq. Xudo rizqimizni shunga qo'shgan ekan. Bugungi kunda mana Allohga behisob shukr 4 yil to'lib, buni 5-yil ketyapti. Alloh ilohim xayrli qilsin, fayzimizni bersin. O'zbekistonda shu top darajada xizmat qilyapmiz. Endi Sunnat aka shuncha aylantirdi gapni. Boshi $100 dan boshlagan ekan. Hozir qancha topadi? Nima deb o'ylaysiz aka? 1000. Qo'shasiz kam hozir. Yo'q. Xarajatlarga. Mavsum bormi Ko'pkarida? Bor. Mavsum bor, ha. Eng Qaysi oydan qaysi oygacha? qaysi? Asosan noyabrdan boshlab martgacha-da. Martgacha. Siz hozir mavsum ichida ekansiz. Hmm. Hozir nima pichog'im ustida deylik. Shunaqa vaqtlar ekan. Demak, Baysolga qaytamiz 1000 oyiga. 5000. Qo'shing sal. 10000. Aytadiki, Sunnat aka $5000 ham demaymiz. $10,000 ham demaymiz. Abdulla akam qancha topadi? Izohlarda, kommentariyada pluslar yozsa bo'ladi. Yoz. Abdulla rais qancha topadi? To'ylarda xizmat qilgan odamlar ham kommentariyada yozsin, to'g'rimi? Ha, to'ylarda qancha berganlar yozsinmi? Aytadi. Masalan, to'y qiladigan odamlar o'rtasida shu menga keyin gap aytadi. To'yga aytgandan keyin sizni deydi, to'yimizga aytmaguncha bilmasdik. Abdulla $1000 ya $2000 ya $3000 pul berasan deb aytadi deb gapiradi. Men mana shu bugun Instagram, YouTube'larga qo'yiladi, to'g'rimi? Mana shu kameralar oldida aytaman, mana shu xizmat qilayotgan bo'lsam, bironta to'yimda menga shuncha pul berasan deb aytmagan. O'zlari ko'ngildan chiqarib. Meni apparatura, bizning kolonka, dvijok, video kamera xizmatlarimiz bor-ku. Bularda xizmati mana shuncha. Jamoasi bor. Jamoamiz bor. Jamoasi bor. Jamoamiz bor. Kamerachi, kolonkachi, bu shofyorlarimiz bor. Bularda xizmati shuncha. Men pulini ham ushlamayman. Lekin mana shu odam qo'liga pulni ber, mana videochi pulni ber, menga ko'nglimga nima pul bersa shuni ber deganman. Pul masalasida hech kim bilan tortishmagansiz, stavka qo'ymagansiz. Tortishmagansiz degan narsa tortishganman. G'allaralda endi bu gap kelganda aytib ketdi. G'allaralda bir federatsiya rahbari Shukur aka degan aka bir to'yda xizmatga aytdi, bir domlani to'yiga. Bo'ldi, xizmatni beramiz aka dedim. Qancha so'm beradi dedi. Bo'ldi aka, masala yo'q pulida dedim. Bolalar xizmati shunday, bizga ham qoladigan 4-5 so'm bo'lgandan keyin bo'ldi, xizmat qilamiz. Bordik, borgandan keyin bu boyagi domlalar o'qituvchi ekan. Lekin o'qituvchi xalqni ziyoli toifa vakili sanaladi. Shunda ko'rdim o'qituvchini qanchalik bizni xalqimizni bolalariga qanchalik odam dars beryapti ekan deb o'zim hozir xafa bo'ldim. O'qituvchi odam juda ko'p mehmon kelgan, ichib olgan emas. Biz apparaturalarimiz boradi Dashtoboddan, videochilarimiz keladi har joydan. Biz boramiz Samarqanddan. To'y o'tkazib bo'ldik. Bizga bolalarni pulini bering dedim-da, deyapti. Men ko'p kutib o'tirmayman. Aytaman-da shuni ketib boraman. O'zim bolalarni olaman deb. O'sha odam bermadi. O'sha xabar oldik. O'qituvchi achki taqadik avvaldan. Shu teparoqda bo'ldi. Stolbalar tagida bo'ldi. Pul bermadi shu odam. Lekin biz xafa ham bo'lmadik. Apparatchilarga aytdim, bo'ldi, sizlar ketinglar dedim. O'zim beraman dedim. O'zim beraman dedim. Videochilarga aytdim, sizlar ketinglar bo'ldi dedim. Shu odam dedim, shundan dedim, agar dedim, xursand bo'lsa dedim, biz dedim, orqaga qaramay, shunga qo'yinglar dedim. Men beraman, keyin to'yda sizlarga dedim, qo'shib beraman dedim. O'zim olganim yo'q. Bir so'm pul olganim yo'q. Ularga ham aytdim. Endi hammani tirikchilik. Ular shuncha joydan keladi, shofyor bor. Mehnati bor. Kelishib bilan ketaverdik. Keyin tortishganlik shu vaqtda bo'lgan. Keyin yana bitta to'ylarda masalan to'yda gas aytadi, men o'zimdan kolonka qo'yaman deydi. Usilitilni gapirasiz, tashlaveradi, dvijok ko'tarmaydi, bir-biriga tushmaydi bizda uloqqa. Shu paytda yo'q, bizda kolonkani qo'yaylik degan
paytda ham bitta yarim marta shunaqa tortishma uchragan bo'lgan. lekin tog'ni orasida ovoz chiqarishni o'zi bo'lmaydi. Abdulla akam o'zi komandasi bilan boradi. Endi o'zim Namanganda birga borgan paytimiz ko'rdim. O'sha prямой efir ko'rsatib beradi monitorda. Sanjarbek TV, Farruxbek TVlar boyagi voqea bo'lib qoldi, u degasi videoga pul bermayman dedi. Keyin aytdi, tushuntirdi, aka xizmatingizni qilyapti, bering shularni Farruxbek TV, Sanjarbek TV rozi qilinglar deb, to'y degasi nimadir mamon qildi. Keyin aytdi, yo'lda kutib turaman dedi, kelinglar men beraman sizlarga dedi. Keyin Ibodulla aka degan odam bor, yaxshi, bir kam taniysan, aytdiki qaytyapmiz. Ibodulla akaga qattiq gapiradi o'sha paytda, ovozni oching, chiroyli qilib bering, hamma muxlislar eshitsin ovozni. Otvozlar, mazza qilsin polvonlar, zavqlansin dedi. Past bo'lgan payt, orada urishib qo'yadi, keyin ketayotganda aytadi. Ibodulla akam katta qattiq gapirib qo'yaman, lekin yaxshi ko'raman akamda deydi. Shunday. Ko'ngli og'rimasin, ko'ngli qolmasin. Ha, shunday. Bizda navbatdagi savol, nima uchun Zomin Oqtosh maydonida ko'pkar zo'r bo'ladi, bu yerga O'rta Osiyodan muxlislar keladi? Endi Zomin Oqtosh maydoni O'zbekistonda Uloqda markaziy maydonida. O'zim otvozlar davrasida ko'rdim, gapingiz bo'ldim. Shunaqa narsa bo'ldiki, aytibdi-da Sunnat aka. Sizni ham otlaringiz Oqtosh maydonida solim yursin degan gap so'zlarni eshitdim o'zim. Nimaga? Chunki Zomin Oqtosh maydoni eng zo'r maydonlardan biri yoki eng ko'p muxlis ketadi. Shunaqa endi Oqtosh maydoni birinchi navbatda respublika bo'yicha markaz. Keyin u yerda tashkillashtirilgan shart-sharoit uloq chopishlik uchun zo'rda. Zo'r. Biz ham uloqni mazza qilib o'tkazamiz. Chunki bironta bizga ortiqcha xatti-harakat bo'lmaydi. Uloqda masalan muxlislarimiz orasida ozroq spirtni iste'mol qilib beri kelib o'zini bilmay har xil gapni gapirish holatlar bo'lmaydi. Qattiq rejim bilan tartib, birinchi o'rinda tartib. Uloqdagi azart xalq yig'iladi, butun O'rta Osiyo yig'iladi, u yerga Qozog'istondan, Qirg'iziston, Tojikistondan mehmonlar tashrif buyuradi. Shuning uchun bu yerda endi Uloq markaziy maydoni, ikki tomonli Uloq O'zbekistonga mana shu Oqtosh maydoni rivoji. Boy-bog'imizning xizmati juda ham katta, umr uzoq bo'lsin. O'zi jiyanlari Dilmurod aka ustozimiz yonlarida yurib, mana Uloqda rivojlanishga xizmat qilgan, mana bugun o'g'illari Alisher Polvon, Alishergamiz. O'sha 3 ta uloqlar bosh bo'lib O'zbekistonda uloqni bardavom bo'lishiga qattiq mehnat qilyapti. Bu insonlarning xizmati juda ham katta. Endi meni bilishimcha, o'sha ko'pkarini, eng zo'rlarini, eng yaxshilarini o'sha Boytira bobomiz, o'g'illari Alisher polvonlar qo'yaradi. O'rta Osiyoda. O'rta Osiyo bo'yicha. O'tgan yili asr ko'pkarisi bo'ldi. Asr ko'pkarisida boy-bobomiz umri uzoq bo'lsin, yubileylarni, yana nevaralarni, to'ylari bilan xizmat qildik. Shu yerda qozog'istonlik mehmonlarning gapini eshitdim-da. Bir uy odam. Ey dedi, og'aynilar dedi, qozoqchalar aytyapti. Sizlar deyapti, shunday boyboday odam bilan deyapti, ko'pkarichilar deyapti, bir zamonda deyapti, yashaganlaringga deydi, Allohga shukr qilinglar deydi. Boyboday odam ko'pkarini deydi, haqiqiy deydi, ko'pkarni sevadigan, ko'pkariga deydi, azab, ot chopish, otvozlik, polvonlarni ham hammasini obro'sini ko'taradigan odam deydi, u O'rta Osiyoda yo'q deyapti. Bizda Qozog'istonda yig'ilsa, Qirg'izistonda, Tojikiston yig'ilsa ham deyapti, boyboday to'y, boyboday o fayzi ko'pkari qilish qiyin narsa deyapti. Sizlar shukr qilinglar shu narsaga deyapti. Shu Qozog'istonda nomdor bo'lgan polvonlar aytdi, nomdor bo'lgan otozlar aytdi shu gapni. Men g'ururlandim shu yerda. O'zbek ekan bo'lsa. Men mana shunday yurtni farzandi ekanligimdan, qolaversa mana shunday O'zbekistonda uloq ko'pkari rivojlangan, eng zo'r rivojlangan davrda Alloh bizga mana shunday bir martabani berganligiga Allohga shukr qilaman. Albatta bir gap borki, tirik afsona degan gap. Haqiqatan ham tirik afsonalardan. Shunday rivojlanishiga biz hatto ko'pkari ko'rmasak ham, bormagan bo'lsak ham biz eshitganmiz. Ya'ni biz deganda ko'pkarini ko'rmaydigan, ko'pkari haqida ma'lumotga ega bo'lmagan insonlar ham inson haqida eshitgan. Shunday. Va mana shunday insonlar borligi uchun ham bugun ushbu sport, ushbu soha rivojlanib bormoqda. Meni ko'pkariga qiziqishim qachondan boshlandi? Men qiziqmaganman, sizga aytgandek, birga yuramiz tadbirlarda. Endi borgim kelyapman. Shunaqa qiziqdim. Borasiz endi. Alisher akam tug'ilgan kuniga borib qoldik, Abdulla akam bilan. Tug'ilgan kunga chiroyli she'r qilib berdim.
Boytira bobomizga, keyin Alisher akaga qilib berdim. Keyin aytdi Alisher aka, Ozod polvon endi otni minishni o'rganing dedi. Siz qachonki ot minishni o'rgansangiz dedi, sizga o'zim bitta ot sovg'a qilaman dedi. Ot minishni o'rgandim. Endi boraman otga. Otga. Navbatdagi savolga o'tsangiz bo'ladi. Shu joyda bir she'r eshitdik endi. She'r. Ikki o'zi she'r bitmaydi. Uloqqadan. Bir kuchli aytib o'tiramiz. Xohlaganingizcha aytavering. Kimdir xushnud davlatining dong'i bilan, kimdir sarxush ibodatli tongi bilan, odam aziz bu dunyoda ongi bilan, xushniyat qil, dilda bo'lsin, tilda bo'lsin, so'raganing eng avvalo elda bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Siz Alloh bersin, senda bo'lsin, menda bo'lsin, tinch omonlik eng avvalo yerimiz. Elga yaxshilik tilagan odam baraka topaveradi. Shuning uchun sizga qisqa, lekin tez javob beriladigan bir savollarimiz bor. O'ylab o'tirmaysiz. Birinchi xayolingizga kelgan javobni sizdan kutamiz. Tayyorsiz. Ko'pkari sportmi yoki shunchaki an'ana? Sport. Ko'pkari ichida eng katta pul aylanadigan joy qayer? Maydon. Maydon. Eng mashhur chavandoz kim? Ruslan. Ko'pkari kelajakda yo'qolib ketishi mumkinmi? Yo'q. Eng qimmat sovrin. Kvartira. Qayerda? Oqtash maydon. Toshkentda berilgan Oqtash maydonida. Hali bu ketishda Dubaydan ham berasiz. Xolos. Xo'p. Eng qiziq ko'pkari qayerda bo'lgan? Eng qiziq ko'pkari Sizningcha? Eng qiziq, eng mashhur. Oqtoshda asl ko'pkari. Bir so'z bilan ko'pkari Mardlik. Mardlar maydoni deysiz. Mardlar maydoni. hozircha bilasiz. Mardlar jamoasi. Ha, savol. Demak, navbatdagi savol. Otning peshonasiga qiyomatga qadar yaxshilik qilish bitilgan. Bir toyni ot qilganni qadrini bilmagan inson emas. Otni u bu deganni otvoz bo'lish oson emas dedi. Mana shu ot boqadigan otvoz ekanlarimizga va ot boqmoqchi bo'lganlarga, qiziqqanlarga nima deysiz aka? Birinchi navbatda men polvonlardan shuni iltimos qilardim. Muxlislardan ham biz otvozni qadriga yetishimiz kerak. Otvoz inson borki, uloqqa qiziquvchi muxlis safi kengayadi, to'y qilguvchilar soni ko'payadi. Otvozlarni ortidan Alloh mana shu ko'pkarda rizqimizni ham bizga qo'shib qo'ygan. Bizni ham rizqimizni shu ko'pkarga, otvozlarni ortidan. Otvoz ot qilyapti. Ularni ortidan polvonlarni ham rizqi mana shu otvozlarni ortidan aka. Bugungi kunda polvonlarimizni uncha-muncha ikkita uchta institut tugatib, oliy ma'lumotli mutaxassis, o'zini sohasi zo'r mutaxassislar ham bir polvonni bir to'yda qilgan daromadini bir yilda topolmaydi. Shunaqada endi ko'pkarlar rivojlandi. Masalan, o'zim necha bittasiga maydonda 50 ming dollar beraman, bir mashina solib ber degan joylarimiz bugun soldira olmaganmiz. Ochig'ida. Shuning uchun otvozni mehnatini qadrlashimiz kerak. Otvozlarga men bir dast hamma vaqt aytganman. Biz otvozga hech qanaqangi e'tirozimiz yo'q. Biz sizlarga doim hurmat va izzatimiz baland. Sizlarni hurmat qilamiz otvozlarni, mehnatlaringizni biz qadrlaymiz otvoz mehnatini. Bir inson yaxshi niyat bilan uloqqa qiziqib, ot olib, unga mana o'zimning otlarim bor. Men buni otvozni qadrini ot boqqanimdan keyin bilayman. To'g'ri aytsam endi yashilmay ochiq aytadigan bo'lsam-da, oldin bilmaganman unchalik. Lekin mana shu ot, unga yemish, hashagi, mehnati, mana shu mehr degan narsa. U siz berayotgan yemishingiz qilgan otvozni shu ot qarovchining xizmat haqqisi ham bor-ku, hamma narsa chiqib ketadi. Otga mehr o'yis tushadi-ku, mehringiz ortda hamma narsa unutiladi. Shuning uchun otvoz bir otini mehr bilan, yaxshi niyat bilan maydonga borgandan keyin polvonlar eng bo'lmasa bir minib bersa, shuncha sanasa. Bir minib bersa, otvoz shunchalar xursand bo'ladi. Buni men ham yaqinda uloq qildim. Meni ham otlarimni mingan polvonlarni hurmat izzatini qildim. Qo'limdan kelgancha. Hammasiga xursand. El ichida hurmatini ko'tarib qo'ydim. Shu bolalar masalan meni gapimni ikki qilmagan. Ikki qilganlari ham bor. Hozir aka bundan keyin minaman deb aytgan, lekin bormaganman oldiga qaytib. Aka, men hozir shundan keyin dedi bir polvon.
hozir tortishib qoldik. Aka dedi, beraymi birovga dedim, yo'q dedi. Shundan keyin minaman dedi. Yurdim. Yarim soat 40 minut kutib turdim dedi o'shani. Minaman degandan keyin. Keyin shartta boshqa o'tib ketgandan keyin qaytib qaramadim shuni. Ko'nglimda qoldi-da. O'sha polvonni qilgan ishi ko'nglimda qoldi. O'sha paytda aytganman masalan, men sizni otingizni minolmayman degan men xafa bo'lmasdim. Lekin umid bog'lab bugungi Umid berish gaplarimizda unasi juda ham ko'pda. Hozir otingni minaman deb bir otvoz inson borib polvonlar orqasida yuraveradi. Polvon hozir bundan keyin deb ko'pkarni tugatib qo'yadi. Necha bitta otvozlar orasida o'tiramiz, ha. Shuning uchun men bilayotgan 3-4 ta zo'r otvozlar otlarini sotyapti. Mana shu polvonlar menga aytayapti-da, polvondan charchadim. Men polvondan o'zimni endi biznesmen, oliy ma'lumotli, topishi zo'r bo'lgan odamlar men deyapti, bitta deyapti, polvonlik qo'ldan keladi, boshqa ish kelmaydimi deyapti. Shu polvonni deyapti, orqasidan yurib deyapti, necha yil mehnat qilib deydi, pul topganman, oliy ma'lumotli insonman deydi. Jamiyatda o'z o'rnim bor deyapti. Bir borib polvonni deyapti, orqasidan yurib deyapti, hurmatimni yo'q qilib beramanmi deyapti. Rais otlarimiz sotman. Polvonlardan iltimos qilaman, mana shu otga mehr qo'ygan otvozlarni bunaqa xafa qilmasdan. Chunki otvozlar bor. Mana aytdim boya, polvonlarning rizqini juda ko'pkardan juda ko'p inson rizqlanadi. Nafaqat biz polvon, savdogarlar, semichkachilar, stolovoychilar, qancha insonni qora qozoni qaynaydi. Shunday. Daromad qiladi. U Alloh barakani berib qo'yganda ko'pkariga. Shunday. Masalan, zo'r sharoitli choyxona, restoranlarda televizorlarda eshitib qolamiz, zaharlanish bo'ldi, bunday bo'ldi degan narsani eshitamiz, to'g'rimi? Shunday. Lekin bironta ko'pkarida zaharlanish bo'ldi deb eshitganmisizlar? Yo'q. Ular xabarlar o'qimagan. Ha, ko'pkarida Alloh shunaqangi bir fayz, shunaqangi bir barakat berib qo'ygan joyda. Oddiy 20 ming so'mlik kalbasani yeng. Qorningiz to'yadi, shirin ketadi shu yerda. Otvozlardan umri uzoq bo'lsin. Siz ularni e'lon qilib charchamang, biz she'rayib charchamaylik. Sunnat aka, kecha ertalab onamdan duo oldim. Ona dedim, otga mehrim tushdi, 1-2 marta mindim. Odam o'zini boshqacha his qiladi, yana ham g'ururi o'sadi. Ayam oldiga keldimda Abdulla akam bilan ko'rishdik, suhbatlashdik. Ayam oldiga keldim, ona dedim, duo qiling dedim. Otxona qurmoqchiman dedim. Yaxshilab duo qildi. Bugun Aziz Akmalovich bitta ot sovg'a qildi. Siz ham otga mining o'shaning uchun aka, qiziqishingizni orttiring sal. Yo'q, men qiziqishim boshqa narsaga ketdi. Eng qimmat ot Ko'pkarida. Eng zo'r, eng qimmat. Eng qimmat ot qayerda? O'zbekistonda $1 million ga ham berilmaydi. Masalan, sotilmaydi ekan otlarda. Boy bobomizni nabirasi Muhammad Azizjonning chaqmoq nomli ot. O'zbekiston eng zo'r oti. $1 million ga ham berilmaydi. Toshkent Xonobodda Mahmud Hoji akamizni Turon nomli oti. $1 million ga ham berilmaydi. Sotilmaydi shu otlar. Shunaqa o'zimizda bor. Bor. Adidaslar bor, mashina. Boy bobomizni o'g'li polvonlar Adidasi. Endi Adidas tulpor ot, zo'r ot, lekin baribir chaqmoq zo'r. Eng zo'r. Ha. Endi oldin aytardim Adidas zo'r deb, lekin ikkalasi bir insonda bo'lib bir davrada harakat qilgandan keyin xolis baho berishimiz kerak-da endi. Eldor akaning braslet qanday? Zo'r, braslet ham zo'r ot. Buyuk rosa qaynadi braslet ham. Avtomobil. 10 taga yaqin mashina to'shadi-ku. Zo'r. Mana shu hozir 2026-yildamiz. Misol uchun chempion, parlament degan mashg'ulotlar bo'lgan. Hozir mana shu 2026-yilda o'sha maydonda siz bo'lgan maydonlarda o'sha vafot etgan otlar bormi? Bo'lgan otlar bor, ha. Endi u katta nomdor otlar bo'lmadi. Alloh shunaqa narsani bo'ldirmasin. Men kecha yaqinda Instagramda Sanjarbek TV promeyfer qildi-da. Toshkentda blogerlar, ko'pkar diktorlar bilan suhbat uyushtirganda bir narsani aytdi. Xursand bo'ldim shu gapdan.
o'zimga boshqacha kuch oldim. Allohdan shukr qildim. Yana Allohga ey Allohim dedim, menga dedim shu narsani dedim, darx qilmagan uzoq yillar men bilan shu narsani abadiy qilgin deb Allohga so'radim. Abdulla rais shunaqangi narsa bor ekan dedi. Sanjarbek aytdi. Bulung'urda bir ko'pkari bo'lyapti dedi. Shunday borib xizmat qildik dedi. Qishda dedi. Shunday havo dedi juda yomon ko'rsatgan dedi. Shunday havo ochildi dedi. Quyosh chiqdi. Zo'r ko'pkari bo'ldi dedi. Bu kunisiga boshqa rais bilan dedi. O'sha maydonda dedi. Bir anov yo'q dedi. Bu kunisiga dedi boshqa maydonga bordik dedi. Odamni ko'rmaydi. Polvon bilan urushgan, janjallashgan. Alloh dedi fayzini bergan deyapti-da. Fayz. Fayz o'tkazadigan ko'pkariga Alloh fayz bergan deb aytdi. Men o'zim g'ururlandim. Kuch oldim. Rahmat dedim Sanjar aka. O'ziga aytmadim lekin. Hali aytganim bor endi hozir aytyapman. Rahmat dedim. Bir necha marta sinadik deyapti-da, ko'rdik deyapti. Shu Abdulla raisni o'tkazadigan to'ylarini deyapti, uloqlarini deyapti, ko'rdik. Mana shu Xudo o'zi Abdulla raisga dedi, ozgina men e'tibor berdim deyapti-da Sanjarbek. Sanjarbek Instagram YouTube kanalida biz bilan birga shu buyuk uloqlarimizni polni deyarli 90% uloqlarda birgalikda o'tkazdik. Yaxshi yigit akamiz. Oliy ma'lumotli yigit, ziyoli oilaning farzandi, yaxshi yigit. Mana shu chiroyli gapni aytdi, o'zim g'ururlandim. O'zim mana shu narsani Allohdan so'rab yuradim, lekin e'tibor qilmaganman. Biz uloqqa keldik, ko'p birga yurdik deyapti. Alloh fayzini bergan deyapti-da. Gap shunda-da. Ma'lumot o'rnida aytmoqchimizki, yo'l qanchalik uzoq bo'lishidan qat'iy nazar, har doim boradigan, o'sha ko'pkarda qiziqarli voqealarni chiqargan ko'pkar blogerlarga biz alohida rahmat aytmoqchimiz. Ular umrlari uzoq bo'lsin, chunki u yerda turishni o'zi bir qiyin masala aka. Qor, tepada kranga chiqib oladi, yana muzlab qoladi u yigitlar juda ham boshqacha atmosfera u yerda. Sunnatdagi mazza kino ko'rib o'tirgan paytingiz bilasizmi? Reklama chiqib o'tiradi. Zafaron choylari nafaqat salomatlik uchun foydali, balki uyquni vaqtida tiklash uchun ham foydali. Zafaronni ko'p qimmat deyishadi-ku. Bormaganimda shunaqa kastrol bo'ladi, qimmat joy bo'lsa. Mana hozir Abdulla akam Zafarondan keldi. Taassurotlaringiz qanaqa? Zafaron restorani, umumiy Zafaron haqida. Taomlari ham zo'r, choylari ham zo'r. Mana shu choyini ichib mazza qilganman. Keyin so'radimda bir choylari qancha turadi desam, narxini aytishdi. Bemalol mazza qilib ichsangiz bo'ladi-da. Siz qimmat deb ichmagansiz? Yo'q, ichganmiz. 2 marta keyin buyurtma qildik-ku. Birga borgandik. Nima demoqchiman? Zafaronning choylari yaxshi. Demak, qadrli do'stlar, suhbatimiz davom etadi. Navbatdagi savol. Marhamat. Abdulla aka, siz hozir ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramda faol bo'lib qoldingiz. Obunachilar qancha bo'ldi? 110 mingtaga yaqin bo'ldi. Ahvolingiz qanchaga chiqdi? 15 million. 15 million ozmuncha. Yaxshi niyat qilamiz. Ko'p joyda biz niyat qilamiz. Shu niyatlarni amalga oshirib bo'ladi. Yaxshi niyat qilamiz. Mana shu yil hali juda ham boshlanishida turibmiz. Yilning oxirigacha 1 millionni o'tib ketdik. Nasib amin. Kuzatuvchilar soni do'stlarimiz qo'llab-quvvatlasa, duolasa. Xudo xolasa. Endi sizni nomingizni eshitganlar bor, Abdulla rais. Eshitganmiz biz. Abdulla Alibekov. Ko'rmaganmiz. Bugun ko'rishdik, lekin xuddi bizga o'xshab sizni ijtimoiy tarmoqlarda tanib, yuzingizni, o'zingizni taniganlar bor. Abdulla shu ekanlar deb. Endi Instagramdan yozishadi, o'zingizga aloqaga chiqishadi, tanishlar bor. Shogirdlik masalasi. Kimdir farzandini olib keladi yaxshi niyat bilan. Kimdir hadi sig'ib o'zi keladi yoki kimdir yozadi. Albatta unaqalar ko'p bo'lsa kerak. Lekin sizga shogird tushish niyatida yurganlarga, yoshlarga nima tavsiya qilasiz? Endi menga asosan Instagram o'zimning Instagramga yozadi juda ko'pchilik. Uspet qilasizmi shularga javob qaytarishga? Javob qaytarishga imkoniyat darajasida qilaman. Ko'pda muxlislar. Imkoniyat darajasida harakat qilaman. Qilolmay qolganlardan uzr so'rayman. Qilolmay efirlar davomida. Bizga shogird masalasi juda ham ko'p. Qarib kuniga bo'lmadim deganda 5 kishi bizga yozadi. Shogird masalasi bo'yicha shogird tushmoqchiman. Yana bizda asosan yoshlar yoshlar emas, bizda yosh kattalar ham shogirdlar tushmoqchi bo'lganlar ko'p juda ham. Yoshingiz nechida dedim bir akaga yaqin, Davud Baxmallik aka. Yoshi 40 ga boryapti. Shogird tushmoqchi emas, sizga bo'ldi aka, yaxshi. Shogird bizga shogird tushishni o'zida nima shakllangan bo'lishi, birinchi navbatda tarbiyalangan bo'lishi kerak. Ota-onasini hurmat qiladigan bo'lishi kerak. Shunda ota-onasini hurmat qiladigan, o'zini tarbiya olgan, keyin o'qigan bo'lishi kerak. Ozgina bo'lsa ham saviya bo'lishi kerak. Bizda ko'p shogirdlarimizdan uloqlarda hozir xizmat qilib yurgan yigitlar juda ko'pida uloqda xizmat qilib yurgan, mendan oldin xizmat qilib kelayotgan, mendan keyin xizmat qilib borayotgan shogirdlar, hamkasblarim orasida juda ham katta
bo'shliq, xato, kamchilik bor ularda. Kamchilik nima? Birinchi navbatda xotirani sustligi. Xotirani sustligi, ikkinchi navbatda ularga masalan men hozir mana shu bizni ortimizdan bizdan qolma xizmat qilayotgan shogirdlarimizni bir vaqtlar oldimga kelgan, qo'liga daftar berganman. To'ylarda uloqlarda solimlar olib yozdirishadi, solimlar ro'yxatini o'qib berish kerak endi. Palonchadan sunna shu sovrin keldi yo tuya yo toy keldi. Saviya yo'q. O'qiy olmaydi. Keyin shoshadi ko'p shogirdlarimiz. Qaror chiqarishda erkin qaror chiqara olmaydi. Endi biz har qanday bosim ostida tursak ham kerakli vaqtda men o'zim masalan shaxsan o'zim qaror chiqara olaman. Har qanday bosim ostida bo'lsa ham ko'p narsalar guvoh bo'lgansizlar. Har xil joydan yo'q unday emas unday deb turgan joyda ham yo'q shu qaror deb turib qarorni ma'qullab chiqargan joylarimiz bo'lgan. Shu narsalarni shakllantirish kerak shogirdlar. Ozroq saviya bo'lish kerak. Saviya o'qigan bo'lish kerak deysiz. Keyin yana hozir mana gaplashdik, deyarli 1,5-2 soatga suhbatdamiz. Inson saviyasi bilinadi. Bilimi, Shunday. kitob o'qib turasiz. Ha, o'qiymiz. Oxirgi marta o'qigan kitobingiz? Men bir vaqtlar oldin hozir ko'proq shu siyosiy kitoblarni o'qiyapman. Ichki ishlar ministrligida ishlagan Haydar Yahyoyev degan odamning Tilsim degan kitobini o'qib shu ozroq mutolaa qilib turibman. Hali tugatganim yo'q. Shu Tilsim degan kitobda mana shu asosan O'zbekiston ichki ishlar sohasida qilingan mehnatlar, yigit kishi qanday bu sohaga kirib kelgan. Endi bizlarda ham erkaklarni orasida o'zimizni sportimiz shu soha bo'lgani uchun o'zimga yoqqan kitob ana shu narsani ozroq varaqlab ko'rdim. Qanday holatlarda qanday bir yigit o'ziga jasorat topish kerak. G'ururlanadigan joylar bor. Shu kitobni so'nggi vaqtda shu kitobni o'qidik. Haydar Yahyevning Tilsim degan kitob. Inson nima kasbda bo'lishidan qat'iy nazar baribir kitob o'qish kerak. O'qish kerak. Men she'riy kitoblar ko'p. She'riy kitoblar, badiiy kitoblar. Ha, shu joyda siz o'qiydigan she'rlar ko'proq yozib kelib berishadimi? Mana shuni o'qib bering deb yoki o'zingiz qidirib topasiz. Ko'proq qidirib topaman ko'proq o'zim. Ko'proq yozib kelib beradigan joylari ham bor. Endi so'nggi vaqtlarda ozod yozdirib taxlab ber deyman ukamga. Ssenariy tayyorlab. Ha, ssenariy tayyorlab berasan, shunday deyman. Endi bizni ozod bilan bizni qo'ygan maqsadimiz katta. Biz Allohdan so'rab katta maqsad qo'yganmiz. Xudo xolasa men bunga kecha ham aytdim. Kunda bo'lmaganda bir ikki marta suhbatlashamiz. Men dedim ozroq shu 1,5 yil ichida ozroq dedim, bitta ikkita dedim. Ozgina sabablar bilan dedim o'zimni sohamni rivojlantira olmadim. Endi xudo xolasa hamma narsaga yetishdim. Endi dedim joy-joyiga qo'ydim hamma narsani. Endi dedim faqat oldinga bosamiz dedim. Abdulla Alibekov nomi chiqqan. Hattoki televideniyalardan ham takliflar tushmoqda. Ko'pchilik aytishi mumkin, Abdulla Alibekov o'sha bitta ikkita eski she'rlarni aytadi deyish mumkin, lekin muxlislar uchun mana sezon endi boshlandi. Kelasi sezonga ko'pkarilar uchun уже ssenariylar tayyor, hamma narsa tayyor. Muxlislar uchun katta yangilik, bomba yangilik bo'ladi. Yangilik degani yaxshi, lekin baribir shunaqa muxlislar bor. Masalan, bir mashhur san'atkorni ham bir qo'shiqni yoqtirib qolsa, 20-30 martalab qayta so'raydigan bizda ham shu bitta she'r aytadi. Bitta she'ri bor. Keladi, bir marta aytsang bo'ldi, 10 martagacha aytiraveradi. Aka ayting deydi. Bitta bo'lsin. Bitta she'rni aytib bering dedi. Aytamiz endi, nima deymiz endi? Ayting qani? Bir marta, ikki marta Aytdikki bo'ya. Muxlislar haqida she'r aytadi. Omon bo'lsin ko'pkarilar. Muxlislar deb. Maqsadni katta olgansiz. Mana shu maqsadlaringiz yo'lida sizga har doim omad tilayman. Basmat. Maqsadlaringizga o'ylaganingizdan ko'proq tezroq yetishing va mana shu sohada sizga havas qilib turgan yoshlardir, tengdoshlaringizdir, balki katta yosh vakillaridir. Ular ham shu darajaga yetsin. Havas bilan, mehnat bilan, ustozlarning tarbiyasi bilan, ota-onaning duosi bilan shu chiroyli kutgan natijalarga yetishiga tilakdoshmiz. Zero va chiroyli she'r bor. Manzilga eltmaydi mayda qadamlar. Mayda orzularga bermaylik qanot.
mayda gap so'zlarni qo'ying odamlar, toki maydalashib ketmasin hayot. Har doim mana shu katta qadamlarimiz bizga omad keltirsin. Demak, navbatdagi savol, hozir kitob haqida gaplashdik. Agar hayotingiz haqida kitob yozilsa, uning nomini qanday nomlagan bo'lardingiz? Kitob yozilganda Hali bor ekan unda. kitob yozishga bor. Bora. Hali unga arziydigan ko'p Ishlar qilishimiz kerakda, hali kitob yozadigan, endi ko'p maqolalar, narsalar yozilgan biz haqimizda. Ko'p gazeta, jurnallarga juda ham ko'p narsalar chiqarilgan. Lekin men u narsani ko'proq o'zim xohlamayman. Biz hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Xudo xolasa o'zim Xudo xolasa kelasi yillarda o'zim ko'pkari sohasini rivojlantirib, o'zimni ham ustimda ishlab, o'zim ham sohamni rivojlantirib, o'zim tarixchiman. Soha bo'yicha ham ilmiy ishlab qilib, rivojlantirib, biz nafaqat mana shu ko'pkari uchun emas, butun mana shu o'zimizni Abdulla Rais Alibekov degan vaqtda odamlar faqat ko'pkaricha ekan degan narsa bo'lmasligi uchun Xudo xolasa o'zimizni bizneslari qilmoqchimiz. Xudo xolasa faqat shu ko'pkari orqasidan daromad qilar ekan degan tushunchalar ham borda. Lekin aslida mehnat qilamiz. Dehqonchilik, boshqa bizneslarimiz bor. Shu sohalarni rivojlantirish. Birinchi navbatda ko'pkari bizni xalqqa tanitgan, bizni mana shu dastlab oyoqqa turib asosiy daromadni ham biz uloqdan qilyapmiz. Yashirish kerak emas. Lekin endigi shu kecha kunduzda biz sharoitlarimizni to'g'rilab, qo'shimcha uloqdan tashqari ham ishlar rejalashtirib, bizneslarni boshlab, Xudo xolasa xayrli qilsin hammasi. Va ma'lumot o'rnida aytmoqchimiz, qadrli do'stlar, Abdulla Alibekov ko'pchilik Samarqanddan deb o'ylashadi, lekin Abdulla Alibekov Jizzax viloyati o'sha mashhur Forishda Garasha qishlog'idan tug'ilgan o'zimizni aka-ukalarimiz bo'ladi. Shunday endi garashlikmiz, Forishlikmiz, Jizzaxlikmiz. Biz mana shu o'qishga kirishda Samarqand tanlaganmiz. Alloh nazar solgan yurt. Men juda ham yaxshi ko'raman. Samarqandda tarixda o'zini o'rniga ega bo'lgan, butun dunyo tanigan, haqiqiy osmonini farishtalar qo'riqlab turgan yurtda, mustaqil O'zbekistonda qolaversa, tarixiy shahar Samarqandda yashayotganimdan g'ururlanaman. Farzandlarim shunday shaharda tarbiya olib, ilm olayotganidan ham faxrlanaman. Samarqand bejizga dunyoni sayqiri deb e'tirof etilmagan birinchi prezidentimiz Islom Karimovning bir kitoblarida Samarqand haqida shunday ta'rif yozilgan. Shu ta'rifni eshitganimdan keyin Samarqandni boshqacha yaxshi ko'rganman. Samarqand shunday muqaddas joyki, bu yerga oyog'ini yuvmasdan turib kirish mumkin emasligi bunday deb o'ylaganlar. Barcha mana shu yurtini, vatanini sevadigan insonlarimiz vatan yo'lida, uni ravnaqi yo'lida o'zini tanlagan sohasida sidqi dildan xizmat qilib, rivojiga hissa qo'shishidan biz har doim xursand bo'lamiz. Qaysi viloyat, qaysi tuman yoki shahar, hudud farqi yo'q. Biz butun bir xalq sifatida bir nom ostida, O'zbekiston nomi ostida birlashamiz. Yurtimiz rivojlangani sari biz xursand bo'lamiz. Abdulla Oripovning bir she'ri bor. Qaniydi uchrasa shunday bir odam sen yoqa bo'lganda, u ham yeng bo'lsa, yoshi, martabasi teng bo'lmasa ham albatta sen bilan ko'ngli teng bo'lsa. Uzor yo'lga chiqqanda hamroh yaxshi bo'lsa, masofa bilinmaydi deyish she'rlar. Suhbat qanday o'tdi? Zo'r bo'ldi suhbat. Va ma'lumot o'rnida Abdulla aka, siz Garashda tug'ilgansiz. Nechinchi maktabda o'qigansiz? Men 94-yilman. 1994-yilman. Juda ko'p muxlislar promoefirdan so'rashadi. Birov sizni bu yil, birov deydi, birovlar sporlashdik deydi, yutib oldim, falon narsa deydi. Shuning uchun endi aytish vaqti keldi. Sporlashmanglar. Men 1994-yil 18-fevralda Jizzax viloyatining Forish tumani Garasha qishlog'ida tug'ilganman.
77 sonli Usmon Nosir nomli 77 sonli umumiy ta'lim maktabi tugatganman. Ustozlarim bor. Qishlog'im bor, Koris, Garasha Koris qishlog'ida tug'ilganman. Barcha mana shu maktabda menga ta'lim bergan o'qituvchilarimga, ustozlarimga eng birinchi navbatda rahmat aytaman hammalariga. Qolaversa tengdoshlarim bor, sinfdoshlarim bor. Ana shu men bilan maktabda birga sinfda o'qigan, qolaversa qo'shni sinfda o'qigan sinfdoshlarga hammalariga rahmat aytamiz. Demak, hozirgi kundagi dolzarb mavzu telefon qo'lingizda bo'ladi, Telegramga kirasiz, chiqib ketasiz va sinfdoshlar gruppasi yig'ilolmaydigan, ochib yozmaydigan sinfdoshlarga nima deysiz? Ochilmaydi. Mehrli bo'linglar deyman, nima deyman? To'g'rimi, mehrli bo'linglar. Yig'ilib tursiz, sinfdoshlar. Shunday sinfdoshlar. Suhbatimiz sizga yoqdimi? Yo'qdan suhbat yaxshi. Bugun biz birinchi podkastga qo'l urdik, ya'ni oddiylikda mashhurlikkacha bugun Ilk mehmonimiz Alibekovning oddiylikda mashhurlikkacha bo'lgan yo'llarini suhbat orqali bilishga harakat qildik va o'ylaymizki, bu mashhurlikni boshlanishi. Balki siz mashhurlikni tan olmassiz, lekin endi nazarga tushganingiz o'zi bu katta gap va bu yo'l hali uzoq bo'lishidan, bu parvoz hali baland bo'lishidan bizning ishonchimiz komil va har qanday vaziyatda ham sizga olib o'tiramiz, omad tilaymiz. Eng muhimi elimizni, yurtimizni nazardan qolmang. Siz qanchalik yaxshi natijalar bersangiz, biz shunchalik xursandmiz. va biz fursatdan unumli foydalangan holda mana shu podkastni tashkillashtirishga yaqindan yordam bergan Studiya 7 Sohibjonga va Million Media Shahzodjonga, Javohirjonga alohida minnatdorchiligimizni izhor etamiz va bizning yaqin insonlarimiz, hamkorlarimiz tomonidan chiroyli sovg'alarni Bugun mehmonimizga bizning tosh homiyimiz Zafaron mahsulotlarini taqdim etishgan. Endi sovg'ani katta kichik bo'lmaydi deyishadi. Mana shuni qabul qilasiz esdalik sifatida. Juda ham foydali mahsulotlar jamlanmasi, foydalanib, albatta fikrlaringizni kommentariyalarda kutamiz. Zafaron bu bugun biz iftorlik qildik-da, to'g'rimi? Zafaron jamoasiga rahmat. Bu yigitlar ham otuvozlar, aslida onga mehr qo'ygan. BMB Holding degan otlar sotib turadi. Biz qadrdonlarimiz, Aziz akamiz, Bezat akalarimizni brendi BMB Holding, Zafaron. Ulkan muvaffaqiyat yigitlarga, akalarga, sog' bo'lsin. Xalqqa xizmatdagi insonlar, bu kishilar ham juda ko'p qo'l ostida juda ko'p insonlar mehnat qilishadi. Biz ham mana ming dardga davo Zafaron choylaridan ichib maza qilib suhbat qurdik. Rahmat sovg'a uchun xursand bo'ldim sizlardan. Salomat bo'lingizlar. Natijalarni aytaman. Xudo xohlasa. sizga tashrif uchun alohida rahmat. Qayerda bo'lsangiz ham aziz boshingiz omon bo'lsin va Bugun juda ham maroqli suhbat bo'ldi. Nafaqat biz, kadr ortida yigitlar bizdan mavsha qilishdi. rahmat. Va hali xalqimiz tomosha qilishganida ular uchun ham manfaatli ma'lumotlar berdik deb o'ylaymiz. Hurmatli tomoshabinlar, kommentariyalarda, izohlarda fikringizni bildiring. Biz bugun boshlagan Ozodbek Iskanov, Sanatullo Majidov sizni duolaringizga ishonib, sizni e'tiboringizga, qo'llab-quvvatlashingizga ishonib boshlagan podkastning birinchi sonini e'tiboringizga havola etdik. Kamchiliklarga rozi bo'lasiz. Sekin-sekinlik bilan to'ldirib boramiz va kommentariyada alohida keyingi mehmonimiz kim bo'lishini yozishingizni xohlaymiz, chunki sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Kimlar bilan suhbat qilishimizni xohlaysiz? Kimlarni e'tiboringizga havola etishimizni xohlaysiz? Bemalol kommentariyalarda qaysi soha vakili bo'lishidan qat'iy nazar ismlarini yozib chiqing. Biz ularni albatta inobatga olamiz. Bizni ko'rayotganlar salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Endi bugungi suhbat uchun avvalo tashkilot bizni taklif qilganlaringiz uchun sizlarga rahmat. Ishlarga rivoj. Rahmat. Biz shu kamtarona xalqqa qilayotgan xizmatimizni mana shunday bir yuksak e'tirof bilan oynai jahonga, butun xalqqa ko'rsatib berish uchun shu yerga taklif qilsalar uchun alohida rahmat. Sog' bo'ling. Xudo xohlasa Alloh fayzli qilsin. Kamchiliklar bo'lsa uzr. Biz mukammallik uchun harakat qilamiz, mashhurlik uchun emas. O'zimiz ustimizda ishlab boshlaganmiz, o'zimiz ustimizda xato kamchiliklar to'ldirib boramiz. Alloh yurtimizni tinch qilsin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Har yigitni baxtiga ota-onasi sog' salomat bo'lsin, aka-ukalari sog' salomat bo'lsin, farzandlari sog' salomat bo'lsin. Topgani yaxshi kunga, to'ylarga buyursin.
Allohdan so'ranglar, Alloh albatta yetishtiradi. Tabassum mashq qilib turing, albatta sizni Alloh xursand qiladi deganlaridek, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barcha muxlislarimizga alohida rahmat. Bizni nafaqat YouTube, balki Instagram sahifalarimizga obuna bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.